Arab harflarining inson salomatligiga ta'siri. Har bir arab harflarini talaffuz qilganingizda organizmingizda qanday o'zgarishlar bo'lishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Har bir arab harflarini talaffuzida inson salomatligi uchun katta foydalarni sanab o'tamiz. Faqat birgina sharti bor. Agar har bir harfni maxrojidan chiqara olsangizgina bu foydali ta'sirlarni o'zingizda his etishingiz mumkin. To'g'ri talaffuz ovozni chiroyli qiladi, halquv mushaklarini mustahkamlaydi hamda so'zlashuv aniqligini oshiradi. Arab harflarini mashq qilish insonni diqqatini, sabrini va nutq madaniyatini rivojlantiradi. Shu sababli arab tili talaffuziga e'tibor berish nafaqat til o'rganish, balki umumiy salomatlikni mustahkamlashda ham foydalidir. Keling endi ba'zi harflarni talaffuz qilib ko'ramiz. Misol uchun, ro harfini oladigan bo'lsak, miyamizda zanglab turgan qon tomirlari bo'lar ekan. Ro harfini talaffuz qilganimizda o'sha qon tomirlarni turtib turadi, natijada aqliy faoliyatimiz oshib boradi. Keling endi ro harfini talaffuz qilib ko'ramiz. Ro, ar. Ro harfini talaffuz qilganimizda miyamizga vibratsiya boryapti. Buni yana ham his qilishimiz uchun bosh miyamizga qo'limizni qo'yib talaffuz qilib ko'ramiz. Ro. Endi zay harfini talaffuz qilib ko'ramiz. Zay harfimizni shifoligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 32 tishli simirib turuvchi qurtlarni o'ldiradi. Buni his qilishimiz uchun talaffuz qilib ko'ramiz. Az. Zirillagan vaqtida tishlarimizda vibratsiyani his qilishimiz mumkin. Ana shu zirillagan vaqtida simirib turuvchi qurtlarni o'ldiradi. Fa harfini ko'rib chiqadigan bo'lsak, shifoligi, yuzdagi barcha dardlarga davo bo'lishi bilan birga ko'z nurini kuchaytiradi ekan. Endi ko'zlarimizni yumib fa harfini maxrojidan talaffuz qilib ko'ramiz. Fa. Ko'zimizda chaqnash sodir bo'layotgandek, xuddi ochilib yopilayotgandek bo'ladi. Jim harfini oladigan bo'lsak, shifoligi o'pka va o'pka atrofidagi dardlarga shifo bo'ladi ekan. Buni his qilishimiz uchun talaffuz qilib ko'ramiz. Ja. Bu harfimizda ham o'pkamizga qandaydir signal borayotganini his qilishimiz mumkin. Arab harflarini bunday mo'jizalarni his qilishimiz uchun albatta harflarni o'z maxrojidan to'g'ri talaffuz qilishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.